O'zi qon shakli elementlari 3 ta. Eritrosit, leykosit hamda trombosit. Agar qon tomiri endoteliy qavat shikastlansa, o'sha yerga kelib birinchi ateroskleroz deymiz, boyagi qonni xolesterin blyashkalari kelib bo'tqa to'planishni boshlaydi. Bo'tqa xolesterin blyashkalari kelib to'plangandan keyin uni ustiga kelib trombositlar o'tirishni boshlaydi. Trombositlar kelib o'tirgandan keyin bo'tda tromb hosil bo'ladi. Qattiq narsa bo'ladi. Tromb o'sha trombositlarning to'planishidan hosil bo'ladi. Birinchi bo'lib sabab bu o'sha endoteliy qavatini, qon tomir endoteliy qavatini shikastlanishi bo'ladi. U o'sha davleniyani hisobiga, yurakdagi qanaqadir kasalliklar hisobiga, boyagi ichish, boyagi chekishlar bor-ku, o'shalarning hisobiga shikastlanadi. O'shaning uchun o'shanaqa insonlarda, ya'ni xolesterini ko'p bo'ladi-yu, o'shanaqa insonlarda anaqa bo'ladi. Infarkt, insult xavfi ham yuqori bo'ladi. Tromb yurakga olib boradigan qaysidir qon tomiri to'sib qo'yishi natijasida o'sha yurakni qaysidir bir mushak qavatiga qon kelishi qiyinlashadi yoki umuman to'xtab qoladi. To'xtab qolsa, natijada infarkt hosil bo'ladi. Ya'ni o'sha qismda nekroz yuzaga keladi.